Uyghurlar Özini Saqlap Qalalamdu-Ijtima'iy Darwinizmliq Nuqtisidin Uyghurlargha Nezer-1 Aptori Erkin Sidiq 2017 yıl 22 dekabr Aldınqı qismi Uyghurlar tanlagan yaşaş yolu özünü saqlap qilishqa mos kelamdu. Hazırgıça özüdün müşündaq bir sualını sorap baqqanlar barmı yoq? Mən onu bilmeymen. Özüdün aşındaq bir sualını sorap, andın onunğa cavaben birer parça maqalı yazıp baqqanlar barmı yoq? Onu bilmeymen. Ondaqlar bar boluşumu mümkün, amma mən hazırgıça ondaqlarını uçurtup baxmadım. Aslida Uyg'urlar biz tanlagan yashash yo'li o'zimizni saqlab qilishga mos kelamdu degan savolni buningdan 5 asr burunli so'rgan bo'lsa, hamda o'zlarining yashash yo'li bilan kurash qilish strategiyasini Uyg'urni saqlab qilishga mos keladigan qilib tangshab turgan bo'lsa, yaxshi bo'lar edi. Әмма burunqilar unda qilmabdu yoki unda qilolmabdu. Undaqda biz, ya'ni hozir yashayotgan bir qancha avlod Uyg'urlar bu jihatda qandaqroq qilyapmiz? Biz o'zlarimizdan ashundaq savolni so'rayapmizmi? Ashundaq savolga javob tepish yo'lida izlanayapmizmi? Hazır Uyghur diyardaki xalqimizning milliy kimligi ig'ir tahdid ostida qoldi. Hazır chet elda yashayotgan Uyg'urlarning bir qismi o'qish yo'li bilan chet elga chiqib, keyin chet elda turib qolgan bo'lsa-mu, yana bir qismi vatanda yashash yoki normal insondek yashash imkoniyati qolmaganligi uchun chet elga panoh tilguchi Uyg'ur bo'lib chiqqan. Hamda dunyodagi bir qism ellar ularni panohlanguchi Uyg'urlar deb qabul qilib, ularga o'z davlatida turib yashash imkoniyati hozirlab bergan edi. Uyg'urlarni Sharq Turkistonlik musulmonlar ekan deb qabul qilgan musulmon ellari bormi? Agar bor bo'lsa, ular qanchalik Uyg'urlarni qabul qilgan? Menda u jihatda to'liq ma'lumot yo'q. Mening biladiganim musulmonlar dunyosining markazi hisoblanadigan Saudiya Arabistonmi Sharq Turkistonlik musulmonlarni grajdonlikqa qabul qilmaydi. U elga ko'chman bo'lib borganiga 30 yildan oshgan Uyg'urlarmi hozirgacha u yerning grajdonligiga o'tib bo'lolmadi. Yaqinqi bir qancha yilning mobaynida vatan sirtida yashayotgan Uyg'urlar uchun nihoyatda foydasiz 3 xil ahvol vujudga kelgan bo'lib, u hozir bargan sir yomonlashyapti. Ularning biri o'zini islom davlati deb atab olgan bir guruh buzuq odamlarning dunyoning o'xshamagan yerlarda terrorlik ish harakatlarini elib berishi. Ikkinchisi, Trump Amerikaga prezident bo'lib saylangandan keyin oq tanliklarning o'zlarini hamma millatdan ustun qo'yish va musulmonlarni o'z ichiga olgan bir qism oz sonliq millatlarga o'chmanlik qilish xohishining kuchayishi bo'lib, hozir Amerika va boshqa bir qism taraqqiy topgan g'arb ellarda musulmonlarga bo'lgan o'chmanlik kayfiyati kuchayishga boshladi. Üçüncüsü bo'lsa, Jungo hukumatining besimi bilan Misr va Pokiston qatorliq ba'zi musulmon davlatlarda dinda o'qiyotgan Uyg'ur Taliban bolalarining ashu davlatlarda davomli tura olishi tahdidga uchrashga boshladi. Yaqinda ijtimoiy taratqularga İstanbul ko'chasida charlash elib berayotgan saqchilar uchratgan Uyg'urlarni tekshirib, boshqalarni unda qilmayotganlik xabarlar chiqdi.
Yuqorida deyilgan 3 xil ahvol intayin jiddiy masala bo'lib, chet elda yashayotgan Uyg'urlar bu masalaga jiddiy qaramasa bo'lmaydi. Yuqorida deyilgan ikkinchi masalaga qarta Prezident Trump millatchi axtarliklar va musulmonlar degan temada bir parcha maqola tayyorlagan edim. Men barliq qarindoshlarning o maqolani bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. O maqola mening yangidan chiqqan tor kitobimning 8-qismida bor. Boshqacha qilib aytsak, hozir yashayotgan Uyg'urlar kechikkan bo'lsaqmi, o'zimizdan yuqoridagi savolni so'ramsak, hamda erishgan javobga asosan o'zimizning yashash yo'li bilan yashash strategiyasini tangshimsak bo'lmaydi. Undaq qilmasak, biz chet eldagi yashash imkoniyatimizni yo'qotib qo'yamiz hamda Uyg'urni saqlab qolish yo'lidagi majburiyatlarimizni ado qila olmay qolamiz va Uyg'urni qo'g'dab qila olmaymiz. Agar undaq qila olmasak, islom dini yo'qolib ketmaydi, musulmonlar yo'qolib ketmaydi, ammo Uyg'urlar yo'qolib ketishi mumkin. İlim-fen dünyasida qandaq kishilar yashab, qandaq kishilar yo'qolib ketadiganligini belgilaydigan bir tabiiy qonuniyat bor bo'lib, u qonuniyat Darwinizm yoki tadrijiy taraqqiyot nazariyasi deb ataladi. 20-asrga kirishdan burun Jungo dunyoda intayin ojiz edi. Ular 20-asrga kirish bilan tang ashunda qonuniyatni bayqab, uni kuchab tadqiq qilib, hamda uningdan nihoyatda unumli foydalanib, dunyodagi insonlar mavjud bo'lib turish salohiyati sho'tisining eng ostidagi baldiqidan ustun baldiqiga chiqa oladi. Ammo Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi Uyg'urlarning saqlanib qolishini butun qalbi bilan orzu qilsimi, hamda nihoyatda ko'p kishilar bu yo'lda o'zining borlig'ini ato qilishga rozi bo'lsimi, Uyg'urlarni saqlab qolish uchun nima ish qilsa bo'ladiganligini hozirgacha ancha yaxshi bilolmayotdi. Xuddi quduqning ichiga tushib ketgan odamdak qaysi tarafga mangsa bir tamg'a usib, qaysi taraf to'g'ri yo'lga vakillik qiladiganligini bilolmay yashayotdi. Agar sizmi ashundaq ahvol ichiga kirib qolgan Uyg'urlarning biri bo'lsangiz, maqolani cho'qim bir qatim ko'ngil qo'yib o'qib chiqing. Birinchi, Darwinizmning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqida qisqa tushuncha. Kichik birinchi, biologiyalik Darwinizm ideyasi. Darwinizm deganimiz biologiyalik tadrijiy taraqqiyot nazariyasini ko'rsatadi. Bu nazariyani angliyalik tabiatshunos Charles Darwin 1809-yildan 1882-yilgacha yashagan. Boshchiligidagi bir qism olimlar o'tirg'i qo'ygan bo'lib, u nazariya jonliq mavjudotlarning hammasi kichik o'zgarishlarning tabiiy tanlanishi orqali vujudga keladi va taraqqiy qiladi deb qaraydi. Bu yerdagi o'zgarishlar kichik va varislik qilingan o'zgarishlar bo'lib, ular individuallarning raqobatlashish, o'zini saqlab qolish va ko'payish iqtidorini o'stirdi. 1859-yili Darwin mavjudotlar turlarining kelib chiqish manbasi degan bir kitobni yozgan bo'lib, Darwinizm nazariyasi ana shuningdan boshlanadi. Ikkinchi, islomdagi Darwinizm nazariyasi haqidagi ko'z qarashlarning bir misoli. Darwinning tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqida o'xshamagan islom ziyolilarining o'xshamagan ko'z qarashlari mavjud.
Мен bu yerdə ularning bir misali sübtida doktor Yasir Qazining bu haqdagi ko'z qarashini qisqacha bayon qilib o'taman. Mening bu yerda foydalanganim doktor Yasir Qazining 2013-yildagi Shimoliy Amerika Islom qurultayida bergan bir maydon ilmiy dokladining videosi bo'lib, uning uzunligi 31 minut keladi ekan. Maqolamning bak uzrab ketmasligi uchun bu so'zning faqat muhim nuqtasini bayon qilaman. Bu temaga bakrak qiziqadigan va inglizchani biladigan qarindoshlar aslidagi manbani bir qitim to'liq ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Men buningdan keyin Yasir Qazini ko'plab tilga olaman. Shunlashqa bu yerda men uni qisqacha tunishtirib qo'yay. Mening esimda qilishicha Yasir Qazi Amerikaga 6 yosh vaqtida kelgan bo'lib, ximiya injenerlik kasbida bir bakalavrlik unvoni olguncha Amerikada o'qiydi. Ondan Amerikadagi Dow Chemical deb ataladigan bir cho'ng ximiya shirkatida 2 yil ishlaydi. Onundan keyin Saudining Madina shahriga berib 10 yil o'qiydi. Bu jarayonda u arab tili kasbida bakalavrlik unvoni, hadisshunoslik kasbida bakalavrlik unvoni va islom aqidashunoslik kasbida magistrlik unvoni oladi. U yerdan o'qishni tamomlab Amerikaga qaytib kelgandan keyin uning Madinada egillagan islomga oid bilimlari g'arb jamiyatiga va hozirgi zamonga mos kelmay, xuddi bir ko'ni bino o'rilib ketgandek o'rilib tushdi. Shuning bilan u 2 yil qattiq o'ylanib, o'zidagi islom bilimlarini qaytadan qurashtirib chiqish qaroriga keldi. Hamda Amerikadagi dunyoga dangliq Yale universitetiga kirib, islom tadqiqot kasbida doktorlikda yana 6 yil o'qiydi. Qisqasi, Yasir Qazi Amerikada 10 yil, Madinada 10 yil o'qigan. Dindim o'qigan, pandim o'qigan. O hozir Amerikadagi Al-Mag'rib institutida maktab o'qitish boshqarmasining mudiri bo'lib, islomga oid darslarni o'tadi. Ummo xalqaroda eng tunilgan islom dini ulamolarining biri bo'lib, diniy sohada uning olim, imom, shayx va aqidashunos degandek salohiyatlar bor. Tövəndikisi Yasir Qazining deganlari. Tədrici taraqqiyot nazariyasi ilm-fan dunyosida boshqa ilmiy nazariyalarga o'xshashla bir ilmiy paket sifatida qabul qilindi. Ya'ni bu nazariya xuddi o'ziga tortish kuchi nazariyasiga o'xshashla bir xil ilmiy nazariya bo'lib, ilm-fan dunyosida u boshqa ilmlarga o'xshash bir qism ilmiy paketlarga vakillik qiladi. Shunlashqa biz u faqat bir nazariya ekan deb o'zimizni aldab yurmasligimiz kerak. Undaq deyish akademiyalik pozitsiyasiga uyg'un kelmaydi. Bu jihatda biz o'zimizni tarbiyalashga to'g'ri keladi. Tədrici taraqqiyot nazariyasi inkor qilishga bo'lmaydigan bir qism paketlar ustiga qurilgan bo'lib, shu jihatdagi tushunchalarni bir nihoyatda ilmiy yo'sinda o'tirg'a qo'ydi. Masalan, uningdagi mikro jonliqlarning tədrici taraqqiyot haqidagi hukmlarni inkor qilg'ili bo'lmaydi. Agar siz o'xshash xildagi chivinlarni 2 guruhga bo'lib, ularni 2 qutiga qachilab, ondan ularni bir qancha hafta o'xshamagan sharoit ichida boqsangiz, bu 2 guruh chivinlarda bir-birinikiga o'xshamaydigan o'zgarishlar paydo bo'ladi. Bundaq o'zgarishlarni kuzatgili yoki isbotlag'ili bo'ladi.
tədrici taraqqiyot nazariyasi yuqorqidek inkar qilg'ili bo'lmaydigan paketlarni bir yerga to'plab, andin ular haqida bir xil tushuncha qurilmasini o'ttirg'a qo'ydi. Köplagan musulmonlar tədrici taraqqiyot nazariyasini ilmiy yo'sinda o'rganmagan yoki tadqiq qilmagan. Ular bu haqda biror kitob o'qib boqmagan. Ular bu uqumni biror qitim yaxshiroq tushunib boqmagan. Shundaq bo'lg'achqa, ular tədrici taraqqiyot nazariyasini bir xil oddiy va ilmiy bo'lmagan usulda inkor qiladi. Əməliyyatda bolsa, bir ilmiy nuqtada turib qaraganda, tədrici taraqqiyot nazariyasi aqlga nihoyat muvofiq keladi. Biz bolsaq musulmon. Biz bir kitobga ishonamiz. Biz ishongan ashu kitobda tədrici taraqqiyot nazariyasi bilan munosabatlik ba'zi voqealar boshqacha so'zlanadi. Şunu bizning oldimizda qanday qilib bu ikki narsani bir yerga akalgili bo'ladi degan savolga javob tepish vazifasi qo'yiladi. Qur'on ishlar mundaq bo'ladi deb hozirgi zamon ilm fanlari bo'lsa, ishlar andaq bo'ladi desa, biz qanday qilganda bu ikki narsani bir yerga akala olamiz? Bu ishda biz pishqan odamdek ish qilishga, samimiy bo'lishga va ochiq oshkora ish ko'rishga to'g'ri keladi. G'arbning o'rnigi bilan sharqning yoki islomning o'rnigi o'rtasida nihoyat cho'ng farq bor. Ilm fanga, dinga va muqaddas kitoblarga qanday muomala qilishda g'arb bilan sharq yoki musulmonlar o'rtasida nihoyat cho'ng farqlar bor. G'arbda eng dastlabdan boshlab din bilan muqaddas kitob o'rtasida ma'lum darajadagi ziddiyat mavjud bo'lib turgan. Ular uchun bu ziddiyatni hal qilishga nihoyat uzun tarixiy jarayon ketgan. G'arbda burun din ilm fanni chetga qoqqan bo'lsa, keyin ilm fan dinni chetga qoqib, g'arb ana shundoq yo'l bilan bugünkidek taraqqiy qildi. Endi bo'lsa ular o'z tarixidagi jarayonlarning u yer bu yerlarni kesib elib, ularni biz musulmonlarning ustiga tashlab ya'ni bu yerdagi xeyli uzun mazmun qisqartib o'tildi. Biz musulmonlar insonlarning paydo bo'lishimi tadrijiy taraqqiyot jarayonining bir natijasi degan hukmni qabul qilmaymiz. Ammo biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi boshqa tushunchalarning hammasini qabul qila olamiz. Nurg'un musulmonlar biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasiga ishonmaymiz deydi. Bundaq qilish boshqalarga nihoyatda ig'ir beparvolik va nodonlik bo'lib ko'rinadi. Biz musulmonlar tadrijiy taraqqiyot nazariyasi haqidagi hamma mazmunni tangli inkor qilmaymiz. Shunglashqa biz mundaq deyishimiz kerak. Biz tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi keng prinsiplarni qabul qilamiz. Ammo biz boshqa jihatlarga cho'nqur hurmat qilgan asosda faqat birla masalada tadrijiy taraqqiyot nazariyasidagi tushunchani qabul qila olmaymiz. U bo'lsa-mu insonlarning qanday paydo bo'lganligidir. Men bu yerda Yasir Qazning so'zlarini mushinchilikli bayon qilib, keyingi mazmuniga o'taman. 3. İctima'iy Darwinizm ideyasi. Darwin bilan o'xshash davrda yashagan faylasuf Herbert Spencer ijtimoiy darvinizm ideyasini o'ttirg'a qo'ygan. U tabiiy tanlash nazariyasining ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy masalalarga
qo'llanilishi bo'lib hisoblanadi. Uning asosliq ideyasi kuchliklar yashaydi degandan iborat bo'lib, bu yerdagi kuchliklar insonlarni o'z ichiga oladi. Kishilar mushu ideyadan foydalanib, Yevropalik aqtalliklar boshqa millatlardan ustun turadi. Shunglashqa ular cho'qim boshqalar ustidan hukmronlik qilish kerak degan ideyani ilgari surgan. Spencer ijtimoiy darvinizm ideyasini ilgari surayotgan mezgillarda Yevropalik aqtalliklar texnologiya, iqtisod va hukumat sohasida boshqa millatlarga qaraganda zo'r yuksalish hosil qiladi. Shuning bilan bir qism kishilar bu o'zgarishlar Darwinizm nazariyasidan kelgan. Demak, o'zini saqlab qilishga bakrak mos kelganlar g'alaba qilyotidi deb qaraydi. Ba'zi kishilar bu falsafaviylik ideyani mikro iqtisod sohasiga ilib kirib, kambag'al va ojiz kishilarga qartilgan ijtimoiy farovonlik programmalari tabiat qonuniyatiga uyg'un kelmaydi deb qaragan. Hatto ashundaq programmalarni amaldan qoldirishga uringan. Natsist Germanlar 2. Dünya urushi mezgilida ijtimoiy darvinizm ideyasini Yahudilar ustidan cho'ng qirg'inchilik yurgizishning ilmiy asos sifatida foydalandi. Ular Yahudilarning o'ltirilishiga nachar irsiyatning tozalanishi deb qaraydi. Boshqa bir qism diktatorlar va jinoyatchilarmi ijtimoiy darvinizm ideyasidan o'zlarining nachar ish harakatlarining falsafaviy asos sifatida foydalanib kelyotidi. Qisqasi, ijtimoiy darvinizm ideyasidagi qisman mazmunlar o'zining bir yolg'on va xatarlik falsafa ekanligini isbotladi. Shundaq bo'lishiga qaramay, hozir bir qism ojiz millatlar, jumladan Uyg'urlarmi ashundaq falsafaning qurboni bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi, Jungoliklarning Darwinizm ideyasidan foydalanish ahvoli. G'arbda Darwinning nasllarning manbasiga oid nazariyasi haqidagi tadqiqotlar 1859-yillari yuqori pallaga ko'tarildi. Ammo bu nazariya Jungoga 1900-yillargacha yetib kelmadi. Shu vaqtga kelganda Manju xandonligining cherikligi bilan har sohadagi mag'lubiyati kishilarda inqilob qilish irodasini vujudga keltirishga boshladi. Dal shu vaqtda, ya'ni 1895-yili Yaponiya Jungoga tajovuz qilib, kirib g'alaba qozondi. Shuning bilan Jungoliklarning milliy ishonchi ig'ir krizisga duch keldi. Jungoliklarning yuzining qattiq to'kilishiga ergishib, ayni vaqtdagi ziyolilardan Kang Youwei bilan keyincha Perizat bo'lgan Sun Jongsan, Darwin bilan Spencerning nazariyalariga yuzlanib, g'arbliklardan o'rganib, Jungoliklarni saqlab qolishning muvofiq yo'llarini izladi. Shuning bilan Darwinizm ularning bir cho'ng inqilobni loyilab, 1911-yili milliy jumhuriyat qurishiga yordam qildi. 1895-yili Jungo ziyolisi, inglizcha xanzuchi tarjimoni va islohotchisi Yanfa Bandi Thomas Huxleyning Tadrijiy taraqqiyot va istil degan kitobi bilan Spencerning Jamiyatshunoslik degan kitobini tarjim qilib tarqatdi. Ammo u tarjim jarayonida bir noit halqiliq so'zni xato tarjim qildi. Ya'ni tabiiy tanlash degan so'zni shallivitish yoki chiqirib tashlash
degan ma'nini bildirdigan tavtay degan so'zga tarjim qildi. Shuning bilan shallanish degan so'z jungoliklarning Darwinizm ideyasiga bo'lgan tushanchisida bir xil hukmron o'rinda turdi. Natijada jungoliklar raqobatda uttirg'ichilar qatorida o'rin olganlar yolg'iz ojiz kishilar bo'lib qolmay, ular tabiat dunyosi yoki siyosiy dunyodan chiqarib tashlanadi deb qardi. Yenfo apandi atrofini butunlay bulangchilar qo'rshab turadigan jungodak bir zaminda o'zini saqlab qilishning birdan-bir usuli g'arbliklardek Spencerning ijtimoiy darvinizm ideyasini ishga oshirish ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. U mundaq deydi: insonlar va boshqa mavjudotlar yer ustida nihoyatda ko'p sonda tug'iladi. Bir qism mavjudotlar yana bir qism mavjudotlar bilan kurash qiladi. Natijada kuchlik ojizlarni yeydi hamda do'tlarni aqlliqlar qul qiladi. Shuning bilan eng oxirida ashu zamon, ashu makon va o'zlarining insoniy ahvoliga eng moslashgan kishilarla hayot qoladi. Yenfo apandi yana mundaq yozadi: g'arbliklarning qarashicha töven sifatlik irqqa tava bo'lgan millatlarning hammasi yuqori sifatlik irq tarafidan yo'qotiladi. 1911-yili Sunjongshan apandi o'zi tuzgan programmalarning hammasida millatni saqlab qolish masalasini tub chiqish nuqtasi qiladi. Uning qarashicha aqtalliklarning jungoliklarga qaratgan siyosati aqtalliklarning seriqtalliklarni yo'qotib etishni tub maqsad qilgan bo'lib, jungoliklarning chet el kuchlariga qarshi elib berayotgan kurashlari amaliyotda aqtalliklarning irqiy tozalash tahdidiga qarshi elib berayotgan kurash bo'lib hisoblanadi. 1949-yildan keyin ijtimoiy darvinizm ideyasi Mavzudongning asarlaridami nihoyatda cho'ng o'rin oldi. Uning qarashicha, kelgusidagi kurashlarning ikki tarafida seriq tanliklar bilan oq tanliklar turadigan bo'lib, agar seriq tanliklar o'z strategiyasini o'zgartmaydi ekan, ular cho'qim oq tanliklarga uttirib qo'ydi. Demak, Mavzudong jungoliklarni saqlab qilish va qudrat topqizishda ijtimoiy darvinizm ideyasiga intayin kuchli darajada ahamiyat bergan. Davomi bor.